Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan e-cook mavzusini o'tamiz. E-cook nima o'zi? Buni oson topish yo'llarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu videoni ko'rishdan oldin bu yoqda e-cook mavzusini kecha o'tdim. Shuni ko'rib, bu videoni ko'rish tavsiya etiladi. Ba'zi joylarga tushunmay qolishlaringiz mumkin. Bu qisqartma so'z bo'lib, eng kichik umumiy karralisi deyiladi. Misol uchun, bizga ikkita natural son kerak bo'ladi. 12 hamda 30 sonlarni olaylik. Yani shunday son topish kerakki, u sonlar 12 ga bo'linsin. O'sha eng kichkina son bu 12 ni o'zi bo'ladi. Va keyingi sonimiz 24 bo'ladi. Xullas kalom 12 qo'shilib boraveradi. 36, 36 ga 12 ni qo'ysak 48, 60, hop 72, 84, 96, 108, 120 ho'k ketadi. Bu cheksiz. Hop 30 ni ham topaylik. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 va ho'k. Bu ham cheksizda. Umumiylari qarab chiqamiz. 60, 60. Hop yana 120, 120. Endi bu yoqda cheksizda ketaveradi. Bizga eng kichik so'rabdi. Eng kichik umumiy karralisi, ya'ni eng kichik umumiy karralisi 12 bilan 30 ga, ya'ni 60 bo'lar ekan. Demak, bu sonlarning e-cooki nima bo'lar ekan? 60. Hop. Endi bu usulda ishlanmaydi albatta. Bu tushunish uchun, ya'ni e-cook nima o'zi, uni ortidan nima ketyapti, maqsad nima, o'sha ma'noda buni tushuntiriladi. Aslida, ya'ni buni qulay usuli quyidagicha topiladi. Misol uchun 12 hamda 30. Bizni yangi usulimiz, ya'ni ikkalasini birdaniga tub bo'luvchilarga ajratamiz. Xo'p, buning uchun tub bo'luvchilarga ajratib bilish kerak, tub sonlar nimaligi haqida bilish kerak. Agar kommentga yozinglar, kim bilmasa, ya'ni ko'proq odamlar, ya'ni kerak bo'lsa shu mavzu, bu mavzuni ham chiqaramiz. Xo'p, 12 bilan 30 ga bo'linadigan tub sonlardan boshlaymiz. Xo'p, ikkalasiga 2 ga bo'linadi. Masalan, 2 ga bo'lish qulayroq. 2 ga bo'lsak 6, 2 ga bo'lsak 15. Xo'p, endi 3 ga bo'laman. 3 ga bo'lsak 2, 3 ga bo'lsak 5. Ana endi o'tgan darsdagidek, ya'ni e-cook topishda ham xuddi shu ishni bajargandik. Ya'ni 2 ga bo'lgandik. Agar bo'linsa bo'lindi, 1 bo'ladi. Agar bo'linmasa 5 ligicha qoladi. Xo'p, 5 ga bo'lamiz. 5 ga bo'lsak 1, 1. Xullas kalom 1 bo'lgancha davom ettiradi va bularni e-cooki mana shu barcha sonlarni nimasi ekan? Ko'paytmasi ekan. Ya'ni 2 kara 3 6, 2 kara 5 10, 10 kara 6 60 bo'ladi. Demak, bu sonlarni e-cooki 60 ekan. E-cook 60. Hop, mana 60, mana 60. Xuddi shunaqa chiqadi. Bu sal osonroq chiqadi. Ayniqsa katta sonlarga, umuman 3 talik, 4 talik sonlarga juda ham qo'l keladi bu usulimiz. Boshqa yana misol olaylik, kattaroq son olaylik. 100 hamda 120 sonlarni olsak. Hop, bo'lish boshlaymiz. 2 ga bo'lamiz. Hop, 50, 60. 2 ga bo'lamiz. 25 hamda 30. 5 ga bo'laylik. 5, 6. 2 ga bo'lamiz. 3 bo'ladi. Bu 2 ga bo'lmaydi, 5 ligicha qoladi. 3 ga bo'lamiz. 1, 3 ga bo'lamiz 5, ya'ni bo'linmaydi, 5 ligicha qoladi. Endi davom ettiramiz. 5 ga bo'lamiz 1, yana 1 bo'lgancha davom ettiradi va bularning e-cooki shu sonlarning ko'paytmasi bo'ladi. Endi bu ikkalasi 4 ni beradi, bu ikkalasi 10 ni beradi, bu ikkalasi 15 ni beradi. 15 ga 4 ni ko'paytirsak 60, 60 ga 10 ni ko'paytirsak nima bo'ladi? 600 bo'ladi. Demak, bu sonlarning 100 va 120 sonlarning e-cooki 600 bo'ladi. Hop, endi yana ham qiyinlashtiramiz. Ya'ni 4 talik son olamiz. Keyin 40, hop 60, yana qaysi biri? 100, 150. 100 hamda 150 sonlarni olaylik. Birdaniga 4 ta sonni e-cookini topamiz. Farqi yo'q. 4 tami, 5 tami, 3 tami, bu usul juda zo'r, ham tez chiqaramiz. Hop, birdaniga 2 ga bo'lamiz. 20, 30, 50 hamda 75. Hop, 2 ga bo'lamiz. Farqi yo'q. 10, 15, 25,
75. E'tibor beramiz, 75 2 ga bo'linmaydi. Xo'p, 5 ga bo'lamiz. 5 ga bo'lsak 2, 5 ga bo'lsak 3, 5 ga bo'lsak 5, 5 ga bo'lsak 10, 5 bo'ladi adashmasam. Xo'p, 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'linmaydi 2, 3 ga bo'linadi 1, 3 ga bo'linmaydi 5, 3 ga bo'linadi 5. Xo'p, 5 ga bo'lamiz 1, 1, 1, 2 va oxirgisi yana 2 ga bo'lib qo'yamiz. Hammasi 1, 1, 1 bo'lgancha. Demak, bu sonlarning ekoki mana shu sonlarning ko'paytmasi. Bu ikkalasi 4 bo'ladi, bu ikkalasi 15, bu ikkalasi 10 bo'ladi. 10 kara 4 40, 40 kara 15, ya'ni 4 ga 15 ko'paytirsak 60 bo'ladi. 60 ga 10 ni ko'paytirsak nima bo'ladi? 600 bo'ladi. Bu ham, ya'ni 4 ta sonni ekoki 600 bo'lar ekan. Xo'p, endi shunaqa misol beradi. Ya'ni kim 160, 240 va 2000 sonlarni 3 ta sonni ekukini top deydi. Ekuk va ekubini top deydi. Ekub. Ekubi ekukdan necha marta kichik yoki bo'lmasam teskari, ya'ni ekuk ekubdan necha marta katta deydi. Buning uchun ham ekuk ham ekub topish kerak bo'ladi. Buni ham bitta jadvalda ya'ni topsak, qaranglar qanaqa qulay chiqadi bu. 2 ga bo'lamiz. Xo'p, 2 ga bo'lsak 80, 2 ga bo'lsak 120, 2 ga bo'lsak nima bo'ladi? 1000 bo'ladi. Xo'p, 2 ga bo'lamiz yana 40, xo'p 60, 500. Xo'p, yana 2 ga bo'lamiz 20, 30, xo'p 250. Xo'p, mayli 5 ga bo'laylik, farqi yo'q. 2, 5 ham tub bo'lsa bo'ldi. 5 ga bo'lsak 4, 5 ga bo'lsak 6, 5 ga bo'lsak 50. Xo'p, endi 2 ga bo'lamiz yana 2, 3, 25. Xo'p, endi 2 ga bo'lamiz 1, 3, 25. Xo'p, 5 ga bo'lamiz 5, 3, 1. Xo'p, 3 ga bo'lamiz 1 bo'ladi, 1 bo'ladi. 5 bo'ladi va 5 ga bo'lsak hammasi 1 bo'ladi. Xo'p, mana shu kattagina son ekub bo'lar ekan. Buni hisoblashga shoshilmaymiz. Shu jadvalning o'zidan birdaniga ekubni topsak bo'ladi. O'tgan darsda o'rgatganimdek, agar 3 ta son bir vaqtning o'zida bitta tub songa bo'linsa, o'shani aylana qilamiz. Ya'ni 2 ga bo'lindi hammasi. Bu ham 2 ga bo'lindi. Xo'p, bu ham 2 ga bo'lindi. Xo'p, 5 ga, uchalasi ham bo'lindi. 2 ga bo'lindi hammasi albatta. Xo'p, mana bu 2 ga bo'linmadi. E'tibor beramiz, bu 2 ga bo'linmadi. 5 ga ham bo'linmadi. Mana bu 5 ga bo'lindi, bu ikkalasi bo'linmadi va 3 ga. Xullas qalom pastdagi hammasi nimaga? 2 ga, 5 ga, 3 ga va 5 ga umuman bo'linmadi. Faqat bo'linadiganlar tepada qoldi. Endi, ya'ni mana bu ularning ko'paytmasi bizaga ekubni beradi. Hammasi barcha sonlarning ko'paytmasi ekubni beryapti. Qarayapsizlarmi? Birdaniga ekub bilan ekubni bitta son o'qida, ya'ni sonlar ketma-ketligiga topyapmiz. Endi ekubni ekubga bo'lsak, ya'ni barcha sonlarni ko'paytirib, mana bu ekubni sonlar ko'paytmasiga bo'lsak, ya'ni bu sonlar qisqarib ketadi-da, natija bizaga ya'ni bo'linma mana bu sonlarning ko'paytmasi keladi. Ya'ni bu 10, bu 15. 15 kara 10 150. Ya'ni javob ekuk taqsim ekub nima bo'lar ekan? 150 bo'lar ekan. Ko'rdinglarmi qanaqa oson? Xo'p, bundan ham oson usulni kim bilsa, kommentga men kutaman. Xo'p, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga yuboring. Keyingi darslarimizga ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.